Dahshat kvartiraga keldim. Mana bu polni sensorli eshik, ikkinchi etaj. Mana qaranglar. Krasota. 3 xonalik, umuman gulg'i xonasi yo'q. 2 tomonlama deraza. Mana shu hol bo'layapti. Hol qismi bu bilan 4 xona. Va shu idealniy remont, umuman kamchiligi yo'q. Prosta kirib yashash kerak mazza qilib. Yashash ham jalqada bu yerda. Mana minimalizmni lekin yorib qo'ygan. Prosta yashab berish kerak. Srochna 103 kvadrat, 135 ming narxi boshlanishi. Vokzal karavanning orqasida. Hammomlari вообще необычный. Hammomdan chiqish kelmaydi odam, kirsa. Cho'milish ham jalqada bu yerda. Cho'milish ham jalqa. Bu yoqda ko'rsatdim. Bu yoq kuxnyamiz. Bu yoq sanuzel разделный. Hozir kuxnyani ko'rsataman. Mana bu детская. Детская ham вообще zo'r. Светлый. Zon. Har bir to'yda konditsioner bor. Kuxnyani qaranglar. Dahshat. Vokzal hududi, ikkinchi etaj, karavanning orqasi. Shoshilamiz, ikkinchi etaj. 3 xonalik, gulg'i xonalarsiz.